bekor chiqdim-de. Kech bo'lganda nima qilib yuribsan? Qarang, men sizni aldagim kelmayapti-da, o'shaning uchun to'g'risini aytaman. Faqat men to'g'ri tushuning. Anu Ibrohim yozdi, to'xtamasdan SMS yozib, hayoting xavf ostida gaplashib olishimiz kerak deb. Chiqdim shunga nima gapi bor ekan deb, voqma qilib kechiring, sizdan ham so'ramay chiqdim. Gaplashdingmi, nima dedi? Yo'q, kelgani yo'q. Rasumi bekor chiqdim o'zi. Hech narsa deganim yo'q, blok qilib yubordim. O'sh nima qilyapsiz? Kelin ko'ynagingga zaklab berdim, shuni aytgani keldim. 2 kun oldin billa berganmiz kelin ko'ynaga, to'yxonaga-da. Ha, to'yxonaga. Men to'yi harakatlari bilan ishon, yomon charchadi odam. Nima deyapman, nima qo'yyapman bilmayman o'zim. O'zi to'g'risini aytsam, seni ko'rgani keldim. Voy kelib ketdi-ku. Bir haftadan keyin to'y, har kun ko'rasiz. Nima qilibdi yana ko'rsam? Bo'pti, boring, ehtiyot bo'ling. Hey! Seni yaxshi ko'raman.